Gulnor 15-qism. Bir ayriliq, bir yo'qsillik, bir o'lim. Bordes yaylovida so'qir baxshi Mavlud Ehsondan tinglagan qo'shiqlar lirizmning et va suyakka yetadigan holati edi. Yig'dirda Shoh o'g'li Abbos ertaklarini tinglagandi. Domol tumanida Alaviy madaniyatining o'rnaklariga quloq solgandi. Bularning hammasi turli xil yo'llar bilan bugungacha yetib kelgan qadim bosqir komligining mahsullari edi. Birovlari ustiga Ali, birovi Abbosni o'rtgandilar. O'g'izning, Turkmanning bu farzandlari asrlar davomida bir tog'dan ikkinchi toqqa sakrab yurganlar. Yigitlik ham, g'urbatlik ham bor edi bu turkularda. Bir ayriliq, bir yo'qsillik, bir o'lim deyishardi. Yo'qsillik va ayriliqni o'limga qiyoslashardi. 100 yillar davomida bo'linib, parchalanib, bir-biridan ayrildilar. Bunga ba'zan dushman sabab bo'lsa, ba'zan o'zlarining bir-birlariga toqatsizligi, marhamatsizligi sabab bo'ldi. Parchalanar ekan kichraydilar, zaiflashdilar va yo'qsillashdilar. Yangi o'ba, yangi yaylovlarga ko'chdilar, sevgililarni eski o'tovlarda qoldirdilar. Har voqea bir doston, har bir sevgili bir turku bo'ldi. Kom Shomon baxshi bo'ldi, baxshi O'zan bo'ldi, O'zan esa oshiq, soz chalib she'r aytadigan shoir bo'ldi. So'yladi dardini yuksak tog'lardan oshsin deya. Birov tog'dan oshsa, ikkinchisi yaylovda qolib ketaverdi. Oshiq Karim, Orzu Qambar 100 yillarcha bosqir farzandining ruhini tarbiyaladi. Ahmad Turg'ulning siluetini ko'z oldida aniqroq ko'rishga harakat qildi, lekin bo'lmadi. Holbuki bu odam bilan uzoq yillar birga bo'lishgandi. Turg'ul haqiqiy kom, Shomon edi. Bir kom kabi pishdi, qosh va ko'z orasi qisqa muddatda bu dunyodan kechdi. Bir ayriliq, bir yo'qsillik, bir o'lim bor edi. Go'yo hayot haqiqati shu edi. Professor Alper va o'g'iz Ahmadni havo maydonida kutib olar ekan, Ahmad hamon bu o'chik xotiralarni zehnida jonlantirishga urinardi. Bakirning qiqirlab kulib quchoqlashi uni hushiga keltirdi. "Hayajonlanyapsanmi, o'g'iz?" dedi Ahmad. "Yo'q, xo'jam, faqat sizning kelganingiz uchun juda sevanyapman", dedi o'g'iz. Ilmiy ish sinovi tushdan keyin boshlandi. O'g'iz ish yerlariga xorijiy nomlar qo'ygan ancha-muncha shaxslar bilan gaplashib, turklarning o'zida bir o'ziga ishonchsizlik mavjud degan xulosaga kelganini bildirgan edi ilmiy ishida. Buning sababini Turkiyaning dunyoda o'zini ko'rsata olmagani va jumhuriyat davrining xalqqa yaxshi tushuntirilmaganidadir, dedi o'g'iz. Buni ma'rif va xabarlashma vositasi bilan tushuntirish mumkin edi. Turkiyada na ma'rif, na da xabarlashma vositasi bo'lgan matbuot bu vazifani bajara olmayotgandi. Aksincha bu jabhada johillik hukm surar, xalqqa tinimsiz tushkunlik kayfiyatini singdirishga harakat qilardi matbuot. Bugungi insonlar na milliy mujodala qahramonlarini, na da jumhuriyatni tanirdi. Turkiyaning biror yerida milliy mujodala muzeyi yo'q edi. Bu davrlar haqida e'tiborga molik badiiy asar ham, roman ham yo'q edi. Yosh bolalarga atalgan chizgi filmlar haqida gapirmasa ham bo'ladi, dedi o'g'iz ilmiy ishini xulosalar ekan. Yaxshi ilmiy ish domlalarni doim mamnun qilardi. Otaturk universitetida doktorlik yoqlagan yosh olimlar emas, ularning domlalari ularga ziyofat berardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. "O'zbekistondan xabar bormi, xo'jam?" dedi o'g'iz Ahmad domlaning yoniga kelib. Ahmad turk qurultoyidan avval Toshkentda bo'lganini, ammo Muhammad Solih bilan ham, Gulnor bilan ham ko'risha olmaganini aytdi. "Sen Gulnor bilan maktublashmadingmi?" dedi Ahmad domla. "Avval yozishib turdik, keyin mana 2 yildirki undan xat olmadim", dedi o'g'iz. "Menimcha maktublarim unga yetib bormayapti." Bugun hayajonli kun edi. Bu mavzuni shu yerda to'xtatishni ma'qul ko'rishdi. Professor Alper qiqirlab kulardi. Ahmad esa unga qo'shilib xursand edi. Birga o'tgan kunlarni eslashdi.
Turk adabiyoti jurnalining may oyi sonida Ahmad uchun syurpriz bo'ldi. 2 hafta avval doktorlik sinovidan o'tgan O'g'izdumon maqolasini jurnalda ko'rib sevindi. Maqola bir xayol deb atalardi. O'g'iz kamtar uslub bilan bir dam olish maskani loyihasini taklif qilgandi maqolada. Faqat bolalarning emas, kattalarning ham hordiq chiqarishi mumkin bo'lgan Disney parkiga o'xshagan bir park bo'lishi kerak edi bu. Yoki davlat yoki xususiy mablag' bilan bu tomosha o'lkasini ko'rish mumkin bo'lishi kerak edi. Bu markazdan mo'ljallangan maqsad odamlarga o'z tarixi va qahramonlarini tanitish edi. Parkda sayr qilgan odamlar qarshisida tarixiy va afsonaviy voqealar va shaxslar jonlanishi ko'zda tutilgandi. Bunday jasur va qimmat loyihaning muallifi o'z g'oyasini uyatchan bir uslubda ifodalagandi. Balki, deb o'yladi Ahmad, O'g'izga ham o'ziga ishonishi uchun bir turtki lozimdir. O kun Tangdog'onda katta olomon bor edi. 70-yillarda shahid bo'lgan minglarcha milliyatchi ulguchilar uchun hozirlangan bu marosim sababi juda achchiq edi. To'g'ri so'zligi va jiddiy odamligi bilan odamlar ko'nglida taxt qurgan Gunsazoq 70-yillar so'ngida so'lchi kommunistlar tarafidan otib o'ldirilgan edi. Tangdog'onda yig'ilib, qalbidagi marsiyani ko'k qubbasiga yo'naltirgan olomon 500 million kishidan iborat edi. Jibichidan yurishni boshlab Hammom o'ni va Anqara vokzalidan o'tib Tangdog'onda to'planishgandi. Ahmad xotini Gunash xonim bilan birga edi. U olomon ichida Salimboyjonni ko'rdi. "Xo'jam, boshingiz sog' bo'lsin", dedi Salim va yana sassiz yurishda davom etdi. Stansiyadan Tangdog'ongacha birga ketishdi. Ammo bu 2 soat yurishda ikkovi ham churq etishmadi. Salim Ahmadni, Ahmad esa Salimni hech unutmagandi. 12 sentyabr 1980-yildan keyin mamlakatda dahshatli kunlar boshlangandi. Marmarisdan Anqaraga ketamiz deb tayyorlanayotgan Ahmadning oilasi Lidiya otelida edi. Davlat to'ntarishi haqidagi xabarni tongda olishdi. Tez Anqaraga keldilar. Bosh bug'i Alparslan Turkash to'ntarishning ilk kunlarida xuntaga taslim bo'lishni rad etib, ulguchilar, milliyatchi idealistlarni hayajonlantirgan edilar. Keyin MXBchilarning ko'pchilik rahbarlari hibsga olindi. Qamalganlar ham, ozodlikda qolganlar ham nima bo'layotganini anglamagandilar. Yillar davomida terror harakatlarini uyushtirgan marksistlar ushlanib turmaga tashlanarkan, ularga qarshi kurashgan ulguchilar ham zindonga tashlanib qiynoqqa solina boshlagandi. Xuntaning bayonotini o'qib, Ahmad qattiq asabiylashgandi. Turkiya Jumhuriyati so'nggi yillarda ko'rganingizdek ichki va tashqi dushmanlarning tahqiri bilan borligiga, rejimiga va mustaqillikka qarshi fikriy va jismoniy hujumga uchradi. Davlat kuchsiz, ojiz holga keltirildi. Bu qanaqasi, dedi Ahmad. Davlat fikriy va jismoniy hujumga uchragan bo'lsa, davlatni qutqarmoq vatandoshlarning vazifasi emasmi? Istiqlol urushida shunday bo'lmaganmidi? Ahmad 2 yil o'z kasbi bilan shug'ullanmadi. Mahkamalarni tingladi, maqolalar yozdi. Majozli uslub topdi o'ziga va bu uslub bilan fikrlarini ifoda etar, taqiq pardasini yirtardi. G'olib Erdam bilan o'tkazilgan tungi suhbatlari uning ko'ngliga tasalli berardi. Birga Bulbulni yoki Boybutovni eshitishardi. O'zlarini musiqa to'lqinlariga tashlab xayol surishardi. Ahmad bolalik davrida chiqqan jurnallar haqida G'olib Erdamdan ko'p bilgilar olardi. Erdam kechqurunlari mutlaqo 3 ta shokolad bilan kelardi, 2tasini bolalariga, bittasini Gunash xonimga berardi. Keyin choyimni keltiring derdi. Choyni ichib maktubni olardi va ketardi. Maktub qamoqda o'tirgan milliyatchi ulguchilarning oilalariga atalib to'plangan pul edi. Buni tarqatish vazifasini G'olib Erdam o'z zimmasiga olgandi. G'olib Erdam ulguchilar nazdida bir avliyo edi. Ahmad uchun esa ayni paytda ilm qaynog'i va dard o'rtog'i edi. Siz turk yozuvchisi Ahmadbeyjon Erjilasun qalamiga mansub Gulnor romani audio kitobining 15-qismini tingladingiz.
Uni Qudrat Bobojon saslantirdi. Davomini YouTube'dagi Iltuz kanalining kelgusi o'yinlarida kuzating.